Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. o'n uchinchi qism. O'zimning bemorlarga o'xshashla o'limga yuzlanishim. Hayotimning ma'nosini, yashashning ahamiyatini tepishim zarur edi. Shuning uchun immoning yordamiga muhtoj edim. Bir vaqtda ham doktor, ham bemor bo'lish azobida qalbim puchilnatdi. O'z o'limim bilan yuzlashgancha koni kunlarga qaytish yoki texmi to'g'risi yangi hayotni izlash uchun birda tibbiy ilmga shung'ib kirsam, birda tibbiy ilmdan sug'urilib chiqib, adabiyotga murojaat qilib, hayotimning sinoqlari bilan qattiq tirkishatdim. Har haftaning ko'p qismi idrokiy davolash bilan emas, fizikalik davolash bilan o'tadi. Men asosan hamma bemorimni fizikalik davolash qilishga buyurdim. Mana endi bu xil davolashning qanchalik qiyinligini ko'rib cho'chib ketdim. Doktor bo'lish sifatingiz bilan har bir xil kasalning qandayroq beorom bo'ladiganini biladigandak his qilasiz. Ammo toki o'zingiz shu kasalning dardini tatmoqcha haqiqiy bilib yetolmaydi ekansiz. Bu xuddi muhabbatlashganga yoki balliq bo'lganga o'xshaydi. Siz bu jarayondagi munosabatlik jadval va rasmiyatlar yoki ushshaq-tushak ishlarning qanchalik ko'pligini hargiz oldin his qilolmaysiz. Masalan, osma okul urg'izsangiz, urgan okuldagi tuzliq ta'mni tetiy oladi ekansiz. Uqsam, hammaylar tetiy oladi ekan. Ammo 11 yillik meditsina bilan hapilish jarayonida azaldan bundoq bo'ladiganini bilmabdi ekanman. Fizikalik davolash jarayonida men texi ig'irlik ko'taradigan holatga yetmagan edim. Faqat putimni ko'tara oldim. Bu jafoliq va nomusliq bilinadi. Men ham joyida. Lekin men o'zim bo'lolmayotgandek his qilyotdim. Badanim intayin nozuk va ojiz edi. Shu sabablik yarim musofirlik marafonchi yugurish men uchun yiroq aslima bo'lib qoldi. Ashu yugurishmo mening kimligimning bir qismi edi. Dumba og'riqi kimligingizni buzg'unchilikka uchratgandek. Charchash va ko'ngil ilishishmo o'xshashi shunday qilalaydi. Fizikalik davolash ternerim Karin mening nishonimning nima ekanligini so'raganda, men velosiped minish va yiroqlarga yugurish degan edim. Bo'shonliq va ojizlik oldida iroda eng muhim keldi. Men har kuni izchil mashq qildim. Har qitimliq kichkina jonlanishning mening yangi dunyorimni va yangi bir meni barpo qiladiganligiga ishongan edim. Chiniqish jarayonida men qitim soni, ko'tirish ig'irligi va chiniqish vaqtini ko'paytib, o'zimni eng cho'ng chak yetkazishga majburlashni boshladim. 2 oydan keyin men 30 minut harmay o'tira oladigan, ham do'stlarim bilan birga kechki tomoqqa chiqa oladigan bo'ldim. Bir kun tushdan keyin Lucy va men mashina haydab, biz velosiped minishni eng yaxshi ko'radigan joy Kanada yo'liga bordik. Odatda biz velosiped minib u yerga borardik. Qo'shib qo'yishga arziydi-ki, mendek badan ig'irligi nihoyat yenik kishilar uchun aytganda, u egizliklar yanada bak qo'rqinchli edi. Bu qitim men aran 6 mil mindim. Bu bultur yozda 30 mil keladigan yenik shamolliq velosiped minginim bilan zo'r darajada farqlanadi. Biroq men hech bo'lmaganda ikki chaq ustida tamponliqni saqlay oldim. Bu g'alabami yoki mag'lubiyatmi? Men imo bilan ko'rishga taqozo bo'lishga boshladim. Uning ishxonasida men o'zim bo'la oldim. Uning ishxonasidan chiqib ketsam, o'zimning kimligini bilmaydim. Chunki bu vaqtda men xizmat qilmaydim. O'zimni bir nervi tashqi kasallar doktori, bir olim, istiqbolliq bir yosh deb his qilolmaydim. Qattiq ojizlab ketgan men, amdilikda uyda Lucy'ning erim bo'lolmay qolishimdan ansirashga tushdim. Men hayotimdagi har bir jumla so'zning egisidan bevosita to'ldiruvchiga aylanib qoldim. 14-asrning falsafasida bemor degan so'z faqat harakat nishonidili derak beradi. Men hozir dal mushundaq his qilyapman. Doktor bo'lish sifatim bilan men harakatning egisi, bemorlarning saqayishidagi bir sabab. Bir bemor bo'lish sifatim bilan men faqat yuz beradigan ishning obyekti xolos. Lekin immoning ishxonasida
Lucy va men chaqchaq qilib, doktorlarning kasbiy tillarida gaplashib, keyingi planlarni tuzatdik. 2 oy o'tib ketdi. Emmaning qolgan umrim to'g'risidagi mo'ljari yanada aniq emas edi. U men naql keltirgan har bir sonliq ma'lumotni keskin rad qilib, o'zimning qimmat qarashiga diqqat qilishimni eskartatdi. Gerçi buningda ma'yuslangan bo'lsam-mu, hech bo'lmaganda men o'zimni faqat va faqat termodinamikaning ikkinchi qonunining dalili emas. Bu qonun mundaq: barliq tartiblar vayron bo'ladi, yimiriladi. Balki yana bir odam deb qaraydim. O'lim tahdidi oldida nurg'un chiqarishga tegishli qarorlar dövlashib ketdi. Jiddiy va kayniga yondirg'ili bo'lmaydigan bo'lib qolgan edi. Bularning ichida eng muhimi bo'lsa, Lucy ikkimizning balliq bo'lish yoki bo'lmasligimiz edi. Gerçi bizning to'y turmushimizga mening doktorxonadagi praktika vaqtim oxirlashay deb qolganda bir oz daz ketgan bo'lsa-mu, lekin biz yanala bir-birimizni intayin yaxshi ko'ratdik. Bizning er-ayollik turmushimiz yanala nihoyat ma'nilik o'tib Biz muhim ishlardan o'rtaq bahramand bo'lib, birga taraqqiy qilatdik. Agar kishilik munosabat hayot ma'nosining asosini shakllantirdi deyilsa, undaqda bizga nisbatan balliq bo'lish bu xil ma'niga yana bir ma'ni qo'shganga baraver. Balaliq bo'lish biz izchil orzu qilayotgan ish edi. Ham har ikkimiz uydagi ustalga yana bir o'rinda qo'yishga intizor edik. Har birimiz ota-ona bo'lishni orzu qilsaqmi, yanada qarshi tarafni o'ylaydik. Lucy mening yana bir necha yil ortiq yashay olishimni umid qilatdi. Lekin u diagnozni bilatdi. Shunga u qolgan vaqtimni dada bo'lib o'tkazish yoki unda qilmaslikni man qo'yib berdi. Bir kuni kechda orom ilish oldida u mendan: "Pavel, sizning eng qo'rqadiganingiz yoki azoblanadiganingiz nima?" deb so'radi. "Sizni tashlab ketish", dedim men. Men bir bolaning butun oilaga xushallik olib keladiganligini bilaman. Vafot bo'lgandan keyin Lucyning erimi, farzandimi yo'q, yar yo'laksiz holatini tasavvur qila olmayman. Shunga men eng oxirgi tanlashni yanala Lucyga beraman. Chunki qandoqli bo'lmasin, bola uningga qolatdi. Agar mening kesilim uzunga so'zilib ketsa, u yana ota-bola ikkimizning holidan xabar olish kerak bo'ladi. "Pavel, bola bizning birga vaqtimizga ta'sir yetkazmamdi?" deb so'rdi u. "Balaga xo'sh deyish o'limni texmi azobli qishga aylantirib qo'ydi deb qaramamsiz?" "Shundaq bo'lsa texmi yaxshi emasmi?" dedim men. Lucy ikkimiz turmushning azobdan qochish emasligini his qilib yetgan edik. Necha yil ilgari men tuyuqsiz Darwin va Nietzschening bir o'rtaq qarashi borligini, ya'ni har ikkisining organizmning eng muhim aloyidligi bo'lsa kurash qilishdir deb qaraydiganligini bayqagan edim. Turmushni buningdan boshqacha tasvirlash xuddi baldaqsiz yo'lvossizgandek ish edi. O'lim bilan shuncha yil tirkashgandan keyin men eng oddiy o'limning eng yaxshi oxirlashish bo'lishi notoyinligini tunib yetgan edim. Biz bir qarorga keldik. Urug' tuqqanlarmi bizga baxt tiladi. Biz oxir balaliq bo'lishni, o'limni saqlashni emas, davomli yashashni tanladik. Doğru ishlatayotgan mazgilim bo'lg'achqa, sun'iy ko'payish texnikasi biz uchun birdan-bir balaliq bo'lish yo'li edi. Shunga biz Palo Alto'dagi bir ko'payish ishki ajratmushunoslik ambulatoriyasidagi mutaxassisdan maslahat so'rdik. Uning ish bajarish unumi yuqori, hamda kasbiy edi. Lekin shunisi ro'shanki, tug'maslik selishtirganda uning mendek saqaymas kasalni davolash tajribasi kamchildek qiladi. U ko'zlarini yeziq taxtasiga tikib turib, og'zi tagmay so'zlab ketdi. "Sizlarni sinayotgani qancha uzun bo'ldi?" dedi u. "Biz dexe sinab baxmadik", dedim men. Tushundim. Ahvolinglardan qaraganda, sizlar tezroq amaldor bo'lishni xohlaysizlar, shundaqmi?" deb so'rdi u. "Shundaq, hozirla boshlasak deymiz", dedi Lucy. Bo'ladi. Ondaqda tan sirtida urug'lantirish, ya'ni proburkida homila yetishtirishdan boshlashinglarni tavsiya qilaman, dedi u. Men hosil qilindigan va o'lib ketishi mumkin bo'lgan to'ralmaning sonini qandoq azaytishni tilga olganimda doktor gangrab qoldi. Tarjimondan: tan sirtida urug'lantirish texnikasida avval oniga okul urilib, bir vaqtda 10 dan 15 tal tuxum yig'ilindi. Normalda ayollar bir qitimliq hayzdan keyin bir tala tuxum ishlab chiqaradi.
Erlar bo'lsa, har qitimda necha million sperm ishlab chiqara oladi. Demak, ayollarning 10 necha tal tuxumiga tajriba qatisi tanlangan spermlar kirgiziladi va urug'langan tuxum hosil bo'ladi. Bir necha kun ichida bu tuxumlardan to'ralmalar hosil bo'ladi. Belastula bosqichiga kelganda bu to'ralmalarning yetilish ahvoli va genlari tekshirilib, eng sog'lom, kasaldan xoli ham yetilishi eng normal bo'lgan bir nechasi ayolning bolayotqusiga ko'chiriladi. Shunga bu usulda qo'shkizak tug'ilish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Demak, ishib qolgan to'ralmalar tashlab o'tiladi yoki to'ngiltilib qo'yiladi. Bu to'ralmalarning bir qismi to'ralmashunoslar, ya'ni embriologiya olimlarining tadqiqotiga hadiya qilindi. Normalda to'ralma taraqqiy qilib, bola hamriy ichiga ko'chirib kirganda, ondan homila deb ataladi. Bu yerga kelgan ko'p sondagi kishilarning eng ahamiyat berdig'ini bo'lsa, ishning asli edi. Lekin men o'lgandan keyin Lucy'ning ishib qolgan bir muncha to'ralmalarni qanday qilishni bilmay qoladigan ahvolga duch kelishidan saqlanishni ko'zlaydi. Bu homilalar bizning o'rtoq kellarimiz. Mening bu dunyoga qoldirgan eng oxirgi mirosim edi. Bu homilalar qaysi bir to'nlat qo'lida saqlandi. O'ldiray desa pek azobliq. Dunyoga operaydi qilay desa texnika yor bermaydi. Lekin necha qitim balyotqo ichida sun'iy urug'lantirishni qilgandan keyin shunisi aniq bo'ladiki, biz texmi yuqori saviyalik texnikaga muhtoj bo'lgan edik. Biz tan sirtida oz deganda bir necha to'ralma yetishtirib, eng sog'lom to'ralmani balyotqoga ko'chirishimiz kerak edi. Qog'illar bo'lsa o'lib ketadi. Yangi bir bola dunyoga operaydi bo'ladigan mushundoq paytdimi, o'lim yanala bu jarayonning bir qismi bo'lib qoldi. Davolashni boshlagan 6 haftadan keyin men tunji qitim CT'da Tarsivaning davolash unumini o'lchatgan edim. Men chiqayotganda CT texnika menga qarab, "Xo'sh, doktor. Asli bunda qilsam bo'lmaydi. Lekin agar natijani ko'makchi bo'lsangiz, kayningizda bir kompyuter bor." deb yaxshi bir taklifni sundi. Men rasmni ko'rgishga yuklab, ismimni kirgizdim. Donxo'raklar unumni jazmlashtiradigan bir belgi edi. Gerçi yanıla dümbem ağırıp dursumu, cismani quvvatim yaxşılanışqa başlagan edi. Men shu yerda o'ltirib, immaning munu gapleri yodimga kelib qoldi. O'sma kichkina o'ssimi, yanıla muvaffaqiyat qozonganga hisob. Albatta, dadam barliq rak kasalliklarining hammasi yo'qoladi deb oldin hukm qilib bo'lgan. U mening laqamimni to'lab turib, "Kesalang cho'qim saqayib ketadi, pabi", deydi. Men o'z-o'zimga qayta kichkina yaxshilanishmi, xushxabarga hisob degash cho'nqur nafas ilib knopkani bosdim. Ekranda surat ko'rindi. Ilgari o'pkamda son-sanoqsiz o'smalar bor edi. Biroq hozir o'pkamning o'ng taraf ustida 1 santimetr cho'ngliqdagi bir o'sim bo'lgandan sirt, boshqa joylari so'zuk. O'mirtqam asliga kelayotganligini ko'rdim. O'smalarim zo'r darajada ozlabdi. Eg'ir yukdan qutulgandek bo'ldim. Rak keselim muqimlashgan edi. Atsi biz immo bilan ko'rishganda u yanala qanchalik umrim qolganligi haqida paranglashishni rad qildi. Lekin u mundaq dedi: "Siz hozir xilil yaxshilanib ketdingiz, Pavel. Biz endi har 6 haftada bir qitim ko'rishsak bo'ladi. Kelar qitim ko'rishganda sizning kelgusi turmushingiz haqida parangsalaymiz." Men badanimdagi qalaymaqan alomatlarning yengillashib, bir xil yangi tartibning shakllanayotganligini his qildim. Kelgusiga bo'lgan jiddiy kayfiyatdan qaytib chiqib, bag'ansiri ozodlik his qilyotdim. Shu hafta oxiridagi Stanford nervi tashqi kasalliklar kasbining o'qish bitirgan o'quvchilari yig'ilishida men burunqi o'zimni qaytadan tepish fursatiga erishishni umid qilgan edim. Lekin u yerda men shuni bayqadimki, bu yig'ilish faqat ular bilan mening hayotim o'ttirsidagi ishongusiz zo'r farqni selishtirma qilib berish rolini o'tadi. U yerda men bir to'p muvaffaqiyat, istiqbol va yuksak orzular bilan qanotlangan, badani 8 soatlik operatsiyada tik turishni ko'tara oladigan, men bilan qurdosh va yuqori yillikdagi men endi qayta o'ylashga jur'at qilolmaydigan, go'zal kelajakni kutib olish oldida turgan munavvar kishilarning orasida qoldim. Shu sababdan men o'zimni ostin-ustin bo'lib qolgan Rojestova qasidasiga qapsilib qolgandek his qildim. Viktoriya asli men etishga tegishli mukofot, xizmat taklifi va ilmiy maqola e'lon qilish qatorliqlar bilan to'lgan xushallik sovg'asi qutisining ig'izini ochdi.
Mendin yuqori yilliqdikilar bo'lsa, manga endi taalluq bo'lmaydigan bir go'zal kelgusini allaqachon kutib olgan edi. Munavvar bo'g'in doktorlar mukofoti va daraja o'stirish, yangi dacha degandek. Hech kimning planimni so'ramagani meni xotirjam qildi. Chunki mening planim yo'q edi. Gerçi men hozir hosi ishlatmay manglaydigan bo'lsam-mu, lekin men yanada tengirqab turatdim. Men endi kim bo'laman? Hayotlik yo'limda oldimga yana qanchalik mangalayman? Davomli bemor bo'lamdim. Olim bo'lib, tadqiqot ishlari bilan shug'ullanamdim. Muallim bo'lamdim. Yoki immoning gapini anglab, nervi tashqi kasalliklar doktori bo'lamdim. Yoki bo'lmasa, uyda o'ltiradigan dadimi? Yozg'uvchimi? Men zodi kim bo'la olayman? Yoki kim bo'lishim kerak? Bir doktor bo'lish sifatim bilan mening kishilik hayotni o'zgartiradigan kasalga giribdor bo'lgan bemorlar duch kelgan ahvollar haqida ozroq tushuncham bor bo'lib, bu dal men ular bilan birga izlanmoqchi bo'lgan minutlar edi. Undaqda saqaymas kasal, dal ashu o'limni tushunmoqchi bo'lgan yoshga berilgan mukammal sovg'at emasmi? Uni tushunishning shug'ul hayotni o'z beshidan o'tkazib beqishdan afzalroq bir yo'li bormi? Lekin men burun bunun qanchalik taslikini izlanib, tadqiq qilish jarayonida qanchalik to'salg'ularga uchraydiganligimni bilmaydim. Men doktorning xizmatini izchil, ikki bo'lak relisini tutashtirganga o'xshatdim. Ayni bemorlarni bexatar safarga ega qilganga o'xshash tasavvur qilib kelgan edim. Men o'zimning o'lim safarining bunchalik qalaymaqan, nishonsiz bo'lib qolishini o'ylab boqmabdi ekanman. Men yosh vaqtimdagi o'zimni eslab qoldim. U chaqdagi men balkim ruhimning to'mirchilik do'konida vijdonimni tovlab chiqmoqchi bo'lg'aydi. Men hozir o'zimning ruhini kuzatib, o't va qurolning bak ojizligidan, hatto o'zimning vijdonimni tovlayolmaydiganligimni bayqagan edim. Men o'z o'limimning ma'nisiz cho'lligida nishonimni yo'qotdim. Nurg'un ilmiy tadqiqot, hujayra ichidagi molekula signal yo'llari va bitmas tugamas hayotlik statistika agresizligi ichidan hech qanday jalb qilish kuchini topolmadim. Shuning bilan men yana adabiyot beg'iga qaytib keldim. Soljenitsynning rak kasalxonasi, B. Jonsonning baxtsizlik, Tolstoyning Ilich, Nagelning qalb va olim, Woolf, Kafka, Montin, Frost, Gravel, rak bemorlarining aslimasi. Ish qilib o'lim to'g'risida yozilgan har qanday kitobni o'qidim. Men o'zimni tasvirlaydigan so'zlik izlaydim. O'zimga aniqlama berib, to'xtamay olg'a ilgirlaydigan chiqish yo'li izlaydim. Bevosita tajriba imtiyozi meni adabiyot va ilm-fan xizmatidan yiroqlashtirgan bo'lsa, amdilikda hozir men o'zimning bevosita tajribamni tushunish uchun bularni cho'qim o'z tilimga aylantirishim kerakligini his qilatdim. Hemingway o'zining yoziqchilik jarayonini mushuning o'xshash usulda bayon qilgan edi. Ya'ni mo'l tajribaga ega bo'lib, ondan chekinib tafakkur qilish va ularni yozib qoldirish. Men ilgirlash uchun so'zlarga muhtoj edim. Shunga bu mezgilda meni tirildirgani dal adabiyot edi. Mening kelgusidagi g'oyat zo'r iniqsizligim yo'rvatadi. Mayli men qayerga boray, o'limning soyisi har qanday harakatimning ahamiyatini xiralashtirib turadi. Men taqabul turishga amalsiz qolgan ansizlik oxir bosh etgan va go'yo halqib o'tishga amalsiz qolgan iniqsiz dengiz oxir ikkiga bo'lingan shu daqiqa yelimi esimda. Men azoblangan holda uyg'onib, yangi bir kunga yuzlanganimda nashtadan boshqa qilgudek ish yo'q edi. Shuni o'yladimki, men endi olg'a ilgirlayolmayman. Yuragimda uningga qarshi ovoz darhol inkos qaytirib, Samuel Beckett degan munu so'zlarni esimga solatdi. Bu so'zni men nihoyat burulla oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda o'rganib olgan. Men olg'a bossaman. Men karvatdan tushib, oldimga bir qadam bosdim va munu so'zni qayta takrorladim. Men olg'a bossaman. Yo'q, men bosolmayman.
Algı basıman, besishim kerak. Shu kuni atiganda men bir qarorga keldim. Operatsiya uyga qaytishga o'zimni majburlayman. Nimishqa? Chunki men qila olayman. Chunki men shunda qila olaman. Men cho'qim o'xshash bo'lmagan shaklda yashashni o'rganib olishim kerak. O'limni bir mehmon deb qarayman. Lekin men bilaman. Men o'lib ketish oldida tursammi, toki men haqiqiy o'lguncha men yanada hayot.